Bugun biza six aromat qo'pol qilib aytganda, ya'ni hammaga mashhur bo'lgan molekula 020 ni ichidagi notasi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, ISO E super yoki bo'lmasam ISO I super hamma har xil aytadi. Menga udobnisi ISO E super deb boshida eshitib, shunaqa o'qiganman, shunaqa ketadi. ISO E super notasi bu o'sha mashhur molekula 020 01 da qo'shiladigan nota hisoblanadi. Molekula bu tabiiy emas, oldingi aytib o'tgandek ambra, kitni ichidan chiqadigan yoki kiyikdan kesiladigan yoki gilos, olcha shunga o'xshagan bir daraxt notasi emas, bu ximический element hisoblanadi. Buni birinchi bo'lib o'z oldindan parfumeriyada bo'lgan, lekin ko'proq buni ta'siri mani atir sohasiga yanada kuchliroq kirishimga sabab bo'lgan Geza de Schoen degan parfumer bo'lgan, nemis. O'sha germaniyalik parfumer atir yasayotganda bu atir mana shu molekuladan atir yasab ishlab chiqarilgan. O'sha Eccentric Molecules degan parfumerniy brendni asoschisi. Oldin bu molekulani atirga aralashtirishgan, u parfumer bitta mana shu notadan atir qilgan. Bu qanaqa bo'lgan? Yoshligidan atirga qiziqqan u ham. Atir qilib o'tirganda laboratoriyada ishlayotganida mana shu atiri qo'liga bir xil joylarda to'kilib ketadi deydi, bir xil joylarda o'zi sepgan, mashina o'zini surgan deydi va o'rtoqlari bilan klubga boradi. Ya'ni diskotekaga, klubga borib hamma qizlar kelib yonidan kelib so'raydi, nima atir sepding, keyin biladi, to'shto mana shu molekula juda ham ta'sir qiladi. Bu brend Eccentric Molecules degan brend Liboy duty free ga yoki parfum galeriyaga yoki qanaqadir setlarga kirsanglar, mana shu brend turgan joyda yozib qo'yadi. Nanosите только на кожу, ya'ni kiyimga emas, badanga. Chunki bu badanga sepilsa, o'sha feromon degan narsa bor-ku, bizning tushunchamizda, shu feromon narsani chiqazib beradi badandan. Endi bu bilasizlar, men to'g'risini aytaman, aldab o'tirmayman, возбуждать qilib tashamaydi hech kimni unaqa. Qizlarni ham возбуждать, bolalarni ham возбуждать qilib tashamaydi, но приятный hid keladi. Ya'ni qanaqadir ozgina возбужденность uyg'otadi. Shu ham odamlarga qarab, ya'ni kimdirga ko'pchilik yoqadi, 90% insonga yoqadi, qaysidir 5-10% yoqmasligi mumkin. Lekin hali men eshitmaganman, shu kimdirga yoqmadi deb, bir ikkita odamlar aytadi, menga molekula yoqmaydi umuman degani uchun, hidini sezmayman degani uchun aytib tushuntirib o'tmoqchiman. Bular notada hid sezilmaydi. Otsanglar, bunday hidlasanglar hech narsa sezmaysizlar. Chunki buni to'q parfumerlar sezadi, atirchilar sezadi, haqiqiy atirchilarni, poddelka atirchilar. Xo'p, bu nota qimmat nota, arzon atirlarda ishlatilmaydi. Ya'ni ana ko'chada feromon deb sotiladiganlar bor-ku, 100 ming, 200 ming, 300 ming, umuman ularga ishonmanglar, u yolg'on narsa. U prosta qaysidir atirlarni poddelka qilib chiqarib, yoqimli qilib sotadi, u ishonmanglar narsaga. Xo'p, bu ISO E super, ISO E super notasi meni atirlarimga qo'shyapman hozir. Oldin ham sotardim. Tugab qoldi. Bu notani topolmadim. Zakaz qilsam ham qolmadi. Yaxshi kачествоsidagi qolmadi dedi. Oldin rosa sotdim atirlarim, Mardon parfum, Elegant Woman, Elegant Men'larga qo'shardik. Sepib ketishardi, ayolim so'radi deb 2-3 ta olib ketishdi. Shu bilan qolmadi. Dubayga borishimga to'g'ri keldi o'zimni. O'shaning uchun o'zim shu notani topib keldim. O'zimni Mardon parfum atirim chiqaryapman, kolleksiyam. O'sha atirda bu feromonli, ya'ni mana shu возбуждать qiladigan notalar bitta emas. Ko'p muskus degan, ambra degan notalar bor. O'sha notalardan men atir yasaganman. Juda ko'pchilik yoqyapti. Sepib ko'rsanglar ham bo'ladi o'sha notalarni. Xohlasanglar kelib men bilan atir yasasanglar, men sizlarga xohlasanglar mana shu notalardan qo'shib bera olaman. Xohlagancha atir yasaymiz o'tirib, o'zingizga yoqqan notalardan. Xo'p, temadan chetga chiqib ketmaymiz. ISO super. Bu tabiiy narsa emas, aytib o'tganimdek, bu ximический element. Xo'p, Geza Schoenni o'rtog'iga sepgan, qiz o'rtog'i aytishi bo'yicha taksilarda 4 marta tekinga borib keldim degan. Chunki taksiga o'tirganda hamma so'raydi mendan, nima atir sepganingni aytsang, men senga tekinga borib qo'yaman deb, shunaqa qilib 5-6 marta men taksida tekinga borib keldim deb aytgan. Haqiqatan zo'r nota, menga eng yoqadigan notalardan bittasi. Birinchi o'rinda turadi ISO E super. Va undan keyin yana notalar bor, Ambraxan, o'sha notalarning hammasini to'g'ri qo'sha olsanglar, o'sha bu ham badanga sepiladi, kiyimga emas. Kiyimda uncha sezilmaydi, imенно badanga sepilsa odamni tortadi. Qimmat atirlarda bu notasi bor. Chanel Blue'da parfumida qo'shilgan, Clive Christian'larda ko'p qimmat atirlarda bu bor. Ozgina qo'shiladi. Geza Schoen mashina o'zidan atir qilib chiqargan.
Mana shu narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Yana qanaqadir qiziq savolinglar bo'lsa, kommentariyaga qoldiringlar, javob beraman. Feromon deganimda o'ylamanglar, to что buni sursam qizlar meni yugurib quchoqlab o'pib tashlaydi yoki bolalar unaqa narsa yo'q. To'g'ri, yoqishinglar mumkin. Agar ko'jaga sepsanglar, как раз hozir yoz bahorda futbolka yoki bo'lmasam bo'yin sohasi ochiq bo'lganda shleyf bilan, ya'ni shamol bilan shleyf bilan zo'r boradi. Bu faqat ko'jaga sepilishga tavsiya qilinadi. Kimga kerak bo'lsa, aytsanglar, buni sizlarga tayyorlab beramiz.